Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun Damas avtomobilimizni 0 gacha ponni hadolan chiroyli qilib beramiz. Ishni birinchi o'rinda sifatiga baho berasizlar. Bunga nimalar ishlar qilindi? Sharoylar yo'lni original qo'yildi. Stabilizator rezinkalar Nexia qilindi. Stabilizator rezinka bu o'zining hol balkalar ponni tushirib, chiroyli qilib kraskalab, to'g'rilab yig'ib beramiz va bunga rullar yumshatishga olib qo'yganmiz birovlar. Bunga pachuni mayatni qo'yilgan. Bu pachuni ikkitali divanyo qilingan. Hech qanaqa tiqqilab qolmaydi. Keyin bu quyma emas, bu zavodskoy bo'ladi. Rol-kolonkalarni ochib, chiroyli qilib uset qilib o'zimiz remont qilganmiz. Chirpaxa rezinkalar qo'yilgan. Chashkalardan yaxshi pachunidan xudo xolis qo'yib berganmiz. Amazatli kuchaytirilgan pilus qilingan. Kapte forma ham qilinadi, lasetti ham qilinadi, denta ham qilib beramiz va o'zini Damas'ni o'zinikini ham o'zini qilib beramiz. Nakinishlar o'ziniki qolgan, nakinishlar o'ziniki yaxshisi, hali xizmat qilib berar ekan. Ko'rsam o'zi xizmat qilingan holati bor ekan hali. Boltgalar ham yaxshi ekan, o'ziniki qoldi. Mana zashnani ponni chiroyli qilib motiviga sepib berganmiz akalarni ko'rasizlarmi? Endi orqa tomonga ham xuddi shunaqa orqa tomonga kuchaytirilgan pilus ikki tomonga amazatlar qo'yib berganmiz. Kech bo'lmasdan xudo xolis ishlarni inson narxlarda qilib berganmiz akalar. Agar sizlarga shu avtomobilga necha pul ketgani qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga narx so'zini yozib kelsalar, sizlarga xudo xolasa narxini aytamiz. Faqat unga sizlar like bosib qo'ymaysizlar, lekin like bosib qo'ysalar ham xudo xolasa sizlarga xuddi shunaqa foydali kontentlar qilishni davom etadi. Bunga salon futurkasini ham yangilab berganman. Salon futurkasi tiqilib bo'lgan ekan. Ko'p Damas avtomobillarda o'zi salon futurkasi tiqilib bo'ladi-yu. Salon futurkasini ham xudo xolasa chiroyli qilib berganmiz. Mana chashkani ham bitta ko'rsatamiz sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim. Bu avtomobil texotlarcha past ekan, texotlarni ko'tarib berganmiz mana. Bu chashkan xudo xolasa yaxshisidan garantiyalisini qo'yib beryapmiz. Agar sizlarda avtomobillardan rullar ham qattiq bo'lsa, olib kelsa xudo xolasa chiroyli qilib yumshatish xizmatimiz ham bor. Ha mana. Futurkasi ketib, rul taqqilab yuradi. Buni xudo xolasa rulni taqqilashdan ham chiroyli qilib yo'qotib berganmiz inshaalloh. Bizni agar YouTube'da ko'radigan bo'lsangiz, bizni Avtoprofessor degan Instagram sahifamiz ham bor. Ularga obuna bo'lsangiz, xudo xolasa, ertaga juda ko'p foydali ma'lumotlarimiz bor. Joningiz sog' bo'lsin. Yuzdan tabassum tark etmasin. Avtoprofessor kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va siz Damas avtomobilingiz bo'lsa, olib kelsiz xudo xolasa, chiroyli qilib ishlaringni puxta, xudo xolasa sizlarga ko'ngilliroq qilib beramiz.